Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mana xudo xolasa ishimizni tugatib oldik. Tayyor boloxona. Inshaalloh. Mana past qismida ham, tepa qismida ham bemalol xudo xolasa yashaydigan holati. Usullarimizni ham chiroyli qilib o'rnatib oldik. Bosh taraflari qilib kesib oldik. 3 ta kattaxonasi chiqdi. Bu tarafimiz mana xudo xolasa oldi qismimiz. Shu yerda eshik qilib berdik. Xudo xolasa mayt balkon bo'ladi. Sinapoya mana yerdan qo'yib, xudo xolasa spet cho'radi ichkariga qarab. Chiroyli holatda. Mana Ichlardan fermalarni terib oldik. Mana oralari 1.15 dan bo'lgan. Chiroyli bo'lib, mana kesib oldik. Akamiz o'ziga inshaalloh topshiramiz.